Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. 75 yoshdan oshgan pensionerlarga to'lanadigan qo'shimcha summa qachon 40 ming so'mgacha oshadi? Bu pul kimlarga tegishli, kimlar kutmasligi kerak va eng asosiysi, pul o'z vaqtida tushmasa nima qilish kerak? Men bu videoda masalani oddiy tilda tushuntiraman. Chunki ko'pchilik 75 yoshdan oshganlarning hammaga 40 ming so'm qo'shilar ekan deb o'ylab qolmoqda. Aslida esa bu yerda bir nechta muhim shartlar, hujjatlar, tayinlash tartibi va amaliy nozik jihatlar bor. Bu ma'lumot nafaqat 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun, balki ularning farzandlari, nevaralari, yaqinlari uchun ham juda zarur. Chunki ko'p hollarda keksalar o'zlari idorama-idora yurishga qiynaladi. Ularning nomidan farzandlari harakat qilishi kerak bo'ladi. Agar sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan ota, ona, bu yoki bobo bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda bir kun kechikish ham pulning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Eng avvalo bitta muhim narsani ajratib olaylik. 400 ming so'm deganda ko'pchilik buni asosiy pensiya miqdori deb tushunadi. Yo'q, bu asosiy pensiyaning o'zi emas. Asosiy pensiya alohida hisoblanadi. Ish staji, ish haqi, pensiya turi. Avval tayinlangan miqdor va indeksatsiyalar hisobga olinadi. 450 ming so'm esa odatda qo'shimcha to'lov, ustama parvarish bilan bog'liq to'lov yoki ma'lum toifadagi keksalarga beriladigan alohida yordam sifatida tilga olinadi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda pensioner o'z pensiyasini olib yurardi. Lekin yoshi ulg'aygani, sog'lig'i yomonlashgani yoki o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lib qolganiga qaramay, qo'shimcha yordam masalasi hamma joyda bir xil tushuntirilmasdi. Kimdir bu to'lov borligini bilardi, kimdir umuman eshitmagan. Ba'zi odamlar mahallaga bormagan, tibbiy xulosa olmagan, ariza yozmagan. Natijada yillar davomida olish mumkin bo'lgan pulni olmagan. Hozir nima o'zgardi? Hozir aholiga ijtimoiy yordamlarni aniqroq manzilli qilishga harakat qilinyapti. Ya'ni davlat pensioner degan umumiy nom bilan emas, balki aynan kim yordamga muhtoj, kimning yoshi katta, kim yolg'iz, kimning parvarishchisi bor yoki yo'q, kim tibbiy jihatdan o'zgalar yordamiga muhtoj degan mezonlarga qarayapti. Shuning uchun 71 yoshdan oshganlar bo'yicha ham gap ketganda, faqat yoshning o'zi emas, to'lovning turi va tayinlash asosi juda muhim. Endi asosiy savolga kelamiz. Summa qachon 40 ming so'mgacha oshadi? Amaliyotda bunday oshirishlar odatda rasmiy hujjatda ko'rsatilgan sanadan boshlab qo'llanadi. Masalan, qarorda yil sanadan boshlab deb yozilgan bo'lsa, hisoblash shu sanadan boshlanadi. Lekin odamlar pulni aynan o'sha kuni qo'lida ko'rmasligi mumkin. Chunki pensiya va qo'shimcha to'lovlar odatda to'lov grafiki bo'yicha beriladi. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida. Plastik kartaga tushadiganlar bilan naqd oladiganlarning sanasi ham farq qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim shunday tushuntiraman. Oshirish sanasi bilan pulning qo'lga tegish sanasi bitta narsa emas. Hisoblash rasmiy kuchga kirgan kundan boshlanadi. Lekin real to'lov pensiya jadvali bo'yicha keladi. Asosiy qism 1. Kimlar bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa bo'ladi birinchi navbatda. 75 yoshdan oshgan pensionerlarning o'zi va ularning yaqinlari bilishi kerak bo'lgan narsa shuki, har qanday qo'shimcha to'lov avtomatik tushadi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Ba'zi ustamalar tizimda avtomatik ko'rinadi. Chunki tug'ilgan sana, pensiya turi va yosh bo'yicha ma'lumotlar mavjud. Lekin ayrim to'lovlar uchun albatta ariza, mahalla ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. 76 yoshli otaxon bor. U yoshga doir pensiya oladi. Sog'lig'i nisbatan yaxshi, o'zi yuradi, bozorga chiqadi, dorisini o'zi oladi, farzandlari bilan yashaydi. Bunday holatda faqat 75 dan oshgan degani uchun barcha turdagi qo'shimcha to'lovlar avtomatik beriladi deb aytib bo'lmaydi. Agar qonunchilikda aynan 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun yosh bo'yicha ustama belgilangan bo'lsa, u holda tizim orqali qo'shilishi mumkin. Lekin agar gap o'zgalar parvarishiga muhtojlik, yolg'izlik yoki ijtimoiy himoya mezonlari haqida bo'lsa, unda qo'shimcha shartlar bo'ladi. Ikkinchi holat. Tavazin 2 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Onaxonning ko'zi yaxshi ko'rmaydi, bosimi tez-tez ko'tariladi, uy ishlarini bajarishga qiynaladi. Bunday holatda albatta mahalla, oilaviy poliklinika va pensiya bo'limi orqali uning holati o'rganilishi kerak. Agar u o'zgalar parvarishiga muhtoj deb topilsa, qo'shimcha to'lov yoki parvarish bilan bog'liq yordam tayinlanishi mumkin.
Mana shunday odamlar birinchi navbatda e'tibor berish kerak. Chunki ular ko'pincha men hech qayerga bormayman, o'zimga yarasha pensiyam bor deb yuraveradi. Lekin aslida qo'shimcha yordamga haqli bo'lishi mumkin. 3-holat. Yetim taqul yoshli pensioner farzandlari bilan yashaydi, lekin yotoq holatda. O'rnidan turishi qiyin, doimiy dori darmon kerak, tibbiy nazorat zarur. Bu yerda farzandlari biz qarayapmiz-ku. Davlatdan yordam so'rash shart emas deb o'ylamaslik kerak. Chunki qonunda belgilangan ijtimoiy yordam oilaning uyat masalasi emas. Bu keksaning huquqi. Agar shartlar to'g'ri kelsa, hujjat topshirish kerak. Dirti beradi 1000 so'm katta mablag' bo'lmasligi mumkin, lekin har oy dori, taglik, tahlil, transport yoki oziq-ovqat uchun juda kerak bo'ladi. 4-holat. Pensioner 75 yoshga endi to'ldi. Masalan, tug'ilgan kuni unmay. Savol: qo'shimcha to'lov may oyidan tushadimi yoki keyingi oydanmi? Bu to'lov turiga bog'liq. Ba'zi hisob-kitoblarda huquq paydo bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Ba'zilarda keyingi oy to'loviga qo'shib beriladi. Agar may oyida hujjat tizimida ko'rinib, qayta hisoblash amalga oshirilsa, iyun oyida farq ham qo'shib berilishi mumkin. Lekin agar to'lov ariza asosida tayinlansa, ariza yozilgan sana juda muhim. Shuning uchun 75 yoshga to'lishni kutib o'tirmasdan, yaqinlari oldindan mahalla va pensiya bo'limidan tartibni so'rab qo'yishi kerak. 5-holat. Pensionerning yoshi 75 dan oshgan, lekin u nogironlik pensiyasi oladi. Bunday odamlar ham ko'p. Bu yerda asosiy savol yoshga doir pensiya emas, nogironlik pensiyasi olsa ham qo'shimcha summa beriladimi? Javob yana to'lov turiga bog'liq. Agar qo'yda pensioneri degan umumiy tushunchaga tegishli bo'lsa, pensiya turi muhim bo'lmasligi mumkin. Agar qo'yda faqat yoshga doir pensiya oluvchilar uchun belgilangan bo'lsa, unda nogironlik pensiyasi oluvchilar alohida tartibda ko'riladi. Shu sababli har bir oilada bizning bo'yimiz pensiya oladi degan umumiy gap bilan cheklanmasdan, pensiya turi va qo'shimcha to'lovning asosini aniqlash zarur. Endi kim xavotir olishi kerak? Birinchidan 75 yoshdan oshgan. Lekin hali hech qanday qo'shimcha to'lov olmayotganlar. Ikkinchidan, sog'lig'i yomonlashgan, lekin tibbiy xulosa rasmiylashtirilmaganlar. Uchinchidan, yolg'iz yashaydigan, mahalla ro'yxati holati to'liq aks etmagan keksalar. To'rtinchidan, pensiyasini naqd oladigan va to'lov vedomasida nima yozilganini tekshirmaydiganlar. Beshinchidan, plastik kartaga pul tushsa ham qaysi summa asosiy pensiya, qaysi summa qo'shimcha to'lov ekanini ajratib ko'rmaydiganlar. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning yaqin insoningiz 75 yoshdan oshgan bo'lsa, barcha hujjatlari joyida bo'lsa, pensiya bo'limida qo'shimcha to'lov tayinlangani tasdiqlangan bo'lsa, oxirgi to'lovda yangi miqdor ko'ringan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir bir marta hisob-kitobni tekshirish foydali. Chunki xatoliklar ham bo'ladi. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bank kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, ma'lumotlar vaqtida o'tmagan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Dedim 1000 so'm hammaning pensiyasiga ustiga qo'shiladigan, kafolatlangan pul bo'lmasligi mumkin. Internetda ko'pincha sarlavhalar juda shov-shuvli bo'ladi. 75 yoshdan oshganlarga dedim 1000 so'm beriladi. Barcha pensionerlar pul oladi. Bugundan boshlab oshdi degan gaplar tarqaladi. Lekin hujjatni ochib qarasangiz, u yerda o'zgalar parvarishiga muhtoj, yolg'iz yashovchi, ma'lum toifadagi shaxslar arza asosida, vakolatli organ xulosasi bilan kabi iboralar bo'lishi mumkin. Ana shu iboralar masalaning mohiyatini o'zgartiradi. Ikkinchi nozik jihat, o'shish avtomatik bo'lsa ham tizimda kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya miqdori bir sanadan oshadi. Lekin bank to'lovlari reyestr oldindan shakllantirilgan bo'lsa, yangi summa keyingi to'lovda farqi bilan kelishi mumkin. Bunday holatda darhol pulimni berishmadi deb xulosa qilishdan oldin pensiya bo'limidan qayta hisoblash sanasini so'rash kerak. Lekin bir oy, 2 oy o'tib ham farq tushmasa, bu albatta tekshirilishi kerak bo'lgan masala. Uchinchi nozik jihat ariza sanasi. Agar to'lov ariza asosida tayinlansa, men bu huquqqa 1 yil oldin ega edim deyish har doim ham pulni 1 yil orqaga undirib beradi degan emas. Ba'zi to'lovlar huquq paydo bo'lgan kundan emas, murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. Shuning uchun keksaning yoshi 75 dan oshgan bo'lsa yoki sog'lig'i og'irlashgan bo'lsa, keyin boramiz deb yurmaslik kerak. Har bir oy kechikish 470 ming so'mga yaqin mablag'ni yo'qotish degani bo'lishi mumkin. 3 oy kechiksangiz bu 1 million
350 ming so'm atrofidagi pul. 6 oy kechiksangiz 2 million 700 ming so'mga yaqin mablag'. Bu oddiy oilalar uchun katta pul. 4-chi nozik jihat. Ro'yxatda turish joyi va haqiqiy yashash joyi farqi. Ko'p keksalar bir joyda ro'yxatda turadi, lekin farzandining uyida boshqa tumanda yashaydi. Pensiya to'lovi bir tumandan chiqadi. Mahalla ma'lumotlari boshqa joyda bo'ladi. Tibbiy xizmat esa 3-joyda ko'rsatiladi. Natijada hujjatlar chalkashadi. Agar pensioner boshqa manzilda doimiy yashayotgan bo'lsa, kamida mahalla va poliklinikaga vaziyatni tushuntirish kerak. Kerak bo'lsa, vaqtincha yashash bo'yicha ma'lumot, farzandining manzili, parvarish qilayotgan shaxs haqida ma'lumot tayyorlanadi. 5-chi nozik jihat. Bank kartasi va ishonchnoma. 75 yoshdan oshgan pensionerlarning ko'pchiligi bankka borishga qiynaladi. Pensiya plastik kartaga tushadi, lekin karta muddati tugaydi. Pin kod unutiladi, telefon raqami boshqa odam nomida bo'ladi. Keyin pul tushganmi, yo'qmi, hech kim aniq bilmaydi. Men bunday vaziyatlarda farzandlarga maslahatim shuki, hammasini qonuniy qiling. Agar pensioner o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma yoki bank tartibida vakillik masalasini hal qiling. Lekin keksaning kartasini olib, uning roziligisiz pul ishlatish nafaqat axloqan noto'g'ri, balki huquqiy muammo ham tug'dirishi mumkin. 6-chi nozik jihat. Tibbiy xulosa. O'zgalar parvarishiga muhtoj degan holatni oddiy og'zaki gap bilan isbotlab bo'lmaydi. Onam yura olmaydi, bobom ko'rmaydi, buvim eshitmaydi degan gaplar insoniy jihatdan tushunarli. Lekin davlat to'lovi tayinlanishi uchun rasmiy tibbiy xulosa kerak bo'ladi. Oilaviy shifokorga murojaat qilinadi. Zarur bo'lsa to'r mutaxassislar ko'rigidan o'tiladi. Tahlillar, kasallik tarixi, epikriz, ambulator karta ma'lumotlari ko'riladi. Shundan keyin xulosa beriladi. Tibbiy xulosa bo'lmasa, pensiya bo'limi ham ko'p hollarda to'lovni tayinlay olmaydi. 7-chi nozik jihat boshqa nafaqalar bilan birga olish masalasi. Ba'zan pensioner bir nechta yordam turiga da'vogar bo'ladi. Masalan, asosiy pensiya oladi, nogironlik bo'yicha imtiyozga ega, dori-darmon imtiyozi bor, kommunal kompensatsiya olishi mumkin, yana parvarish to'lovi masalasi chiqadi. Har doim ham hammasi birga to'lanavermaydi. Ayrim yordamlar bir-birini istisno qilishi mumkin, ayrimlari esa birga beriladi. Shuning uchun qo'shnim olarkan men ham olaman deb emas, aynan o'zingizning holatingiz bo'yicha so'rash kerak. 8-chi nozik jihat pensiya miqdori oshganini qanday tekshirish. Ko'pchilik faqat umumiy tushgan pulni ko'radi. Masalan, oldin 1 million 200 ming so'm tushgan bo'lsa, keyin 1 million 670 ming tushsa, ha, dardingiz ming qo'shilibdi deydi. Lekin bu o'sish boshqa indeksatsiya, qarzdorlik qayta hisoblash yoki bir martalik to'lov bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun pensiya bo'limidan to'lov tarkibini so'rash kerak. Asosiy pensiya qancha? Ustama qancha? Qo'shimcha to'lov qancha? Farq qancha? Qaysi oydan hisoblangan? Shunda chalkashlik qolmaydi. Endi juda aniq harakat rejasini aytaman. Agar sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, birinchi qadam. Uning pensiya hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangan haqidagi ma'lumot, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami, tibbiy hujjatlari joyidami? Shuni ko'ring. Ikkinchi qadam. Oxirgi 2-3 oydagi pensiya tushumlarini yozib chiqing. Qog'ozga oyma-oy yozing. Yanvarda qancha tushdi? Fevralda qancha? Martda qancha? Agar naqd olgan bo'lsa, vedomostdagi summani so'rang, agar kartaga tushsa. Bank ilovasi yoki bankomat cheki orqali ko'ring. Bu juda muhim, chunki idoraga borganda kam tushyapti deyishning o'zi yetmaydi. Sizda aniq raqam bo'lishi kerak. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda so'rashingiz mumkin. Falonchi fuqaro 75 yoshdan oshgan pensioner. Unga 40 ming so'mgacha bo'lgan qo'shimcha to'lov yoki tegishli ustama tayinlanganmi? Agar tayinlanmagan bo'lsa, sababi nima? Tayinlash uchun qanday hujjatlar kerak? Mana shunday aniq savol bersangiz, umumiy javob emas. Aniq ma'lumot olish imkoniyati oshadi. 4-qadam, mahallaga boring. Ayniqsa pensioner yolg'iz yashasa, sog'lig'i yomon bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Bizning onamiz yoki otamizning holatini o'rganib bering. Kerakli dalolatnoma yoki ma'lumotnoma rasmiylashtirish tartibini tushuntiring deb ayting. Mahalla ko'p ijtimoiy yordamlar bo'yicha birinchi bo'g'in hisoblanadi. U yerda pensionerning yashash sharoiti, yolg'izligi, parvarish masalasi aks etishi mumkin. 5-qadam. Oilaviy poliklinikaga murojaat qiling.
Agar pensioner yurishga qiynalsa, shifokorni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Shifokorga vaziyatni to'liq tushuntiring. Qaysi kasalliklari bor? Nechanchi yildan beri davolanadi? O'zini o'zi eplay oladimi? Ovqatlanish, kiyinish, yuvinish, dori ichish, tashqariga chiqish kabi kundalik harakatlarda yordam kerakmi? Shifokor tibbiy hujjatlar asosida keyingi tartibni aytadi. 6-qadam arizani yozma topshiring. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat yanada kuchli. Arizada pensionerning FY'si, tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumotlari, manzili, telefon raqami, pensiya turi, murojaat mazmuni ko'rsatiladi. Ariza oxirida menga qo'shimcha to'lov tayinlanishi yoki tayinlanmasligi sabablari haqida yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar farzandi murojaat qilayotgan bo'lsa, vakolat masalasi tartibga solinishi kerak. 7-qadam hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi izg oldiring. Agar idoraga borsangiz, kirim raqami oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar pochta orqali yuborsangiz, jo'natma kvitansiyasini saqlang. Nega bu muhim? Chunki keyin biz topshirgandik degan gap emas, aniq sana va raqam bo'ladi. Agar to'lov ariza sanasidan hisoblanadigan bo'lsa, bu ayniqsa muhim. 8-qadam javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Odatda davlat organlarining murojaatlarini ko'rib chiqish muddati bor. Shu muddat ichida javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Javob kelsa, uni diqqat bilan o'qing. Tayinlash rad etildi deyilsa, sababi yozilishi kerak. Sabab tushunarsiz bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki yuridik maslahatga murojaat qilish mumkin. 9-qadam. Agar to'lov tayinlansa, birinchi tushumda summani tekshiring. Masalan, sizga 40 ming so'm qo'shimcha to'lov tayinlandi deyildi. Keyingi oy pul tushdi. Darhol umumiy summani ko'rib xursand bo'lib ketmang. To'lov tarkibini aniqlang. Agar oldingi oylardan farq ham berilishi kerak bo'lsa, u qo'shilganmi? Qaysi oydan hisoblangan? To'liq tushganmi? Shu savollarni bering. 10-qadam oilada mas'ul odam belgilang. Keksaning hujjatlari bilan bugun bir farzand, ertaga boshqa farzand, keyin nevarasi shug'ullansa, ko'pincha chalkashlik bo'ladi. Bitta odam barcha hujjatlarining nusxasini saqlasin, murojaat sanalarini yozsin, kim bilan gaplashganini qayd etsin, telefon raqamlarini saqlasin. Bu oddiy daftar bo'lishi ham mumkin. Lekin tartib bo'lsa, natija tezroq chiqadi. Yana bir amaliy maslahat, keksalarning huquqlarini faqat pul masalasida eslamang. 7-5 yoshdan oshgan odam uchun uyga shifokor kelishi, dori-darmon imtiyozi, reabilitatsiya, ijtimoiy xizmat, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal yordam, yolg'iz keksalar ro'yxati kabi masalalar ham muhim bo'lishi mumkin. 40 ming so'm mavzusi shu katta tizimning bitta qismi. Agar pensioner haqiqatan yordamga muhtoj bo'lsa, faqat bitta to'lov bilan cheklanmasdan, unga tegishli barcha imkoniyatlarni so'rab ko'ring. Birinchi savol, 7-5 yoshga to'lganim bilan hech qayerga bormasam ham pul avtomatik tushadimi? Men bunday deyman. Agar to'lov faqat yosh mezoni asosida avtomatik tayinlanadigan ustama bo'lsa, tizim orqali qo'shilishi mumkin. Lekin parvarish, yolg'izlik, muhtojlik yoki tibbiy xulosa talab qilinadigan to'lov bo'lsa, hujjatsiz kutib o'tirish xato. Ikkinchi savol, 1 ming so'm hamma viloyatda bir xilmi? Agar bu respublika miqyosidagi normativ hujjat bilan belgilangan to'lov bo'lsa, miqdor hamma joyda bir xil qo'llanadi. Lekin mahalliy ijtimoiy yordamlar, homiylik yordamlari yoki saxovat va ko'mak kabi manbalar bo'yicha hududiy farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun manbani aniqlash kerak. Bu pensiya to'lovimi, ijtimoiy nafaqami? Mahalla yordamimi yoki bir martalik yordammi? 3-savol, agar pensioner farzandlari bilan yashasa, ola olmaydimi? Har doim ham bunday emas. Ba'zi yordam turlarida yolg'iz yashash sharti muhim bo'ladi. Ba'zilarida esa asosiy mezon tibbiy parvarishga muhtojlik bo'ladi. Farzandlari bilan yashashi avtomatik rad degani emas, lekin oilaviy sharoit o'rganilishi mumkin. Pul kechiksa kimga shikoyat qilamiz? Avval pensiya jamg'armasi bo'limiga aniqlashtirish uchun murojaat qiling. Keyin bank orqali to'lov holatini tekshiring. Agar tayinlangan bo'lsa-yu, tushmagan bo'lsa, to'lov reyestri, karta holati, hisob raqam, bankdagi texnik muammo tekshiriladi. Agar umuman tayinlashda xatolik bo'lsa, yozma murojaat qiling. Zarurat bo'lsa, yugurib turuvchi tashkilotga yoki rasmiy elektron murojaat portallari orqali shikoyat beriladi. 5-savol, oldingi oylardan pulni undirsa bo'ladimi? Bu to'lov turiga bog'liq. Agar xatolik davlat organi yoki tizim sababli bo'lgan bo'lsa, qayta hisoblash qilinishi mumkin. Agar fuqaro o'z vaqtida murojaat qilmagan bo'lsa, ayrim to'lovlar faqat murojaat sanasidan berilishi mumkin.
Shu bois eng to'g'ri yo'l. Kechiktirmasdan ariza berish va ariza sanasini rasmiy qayd ettirish. Demak, 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun dardi 70 ming so'mgacha oshadigan summa masalasida eng muhim xulosa shuki, pulning qachon tushishi, rasmiy kuchga kirish sanasi, to'lov grafigi, pensionerning huquqi tasdiqlangani va hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilganiga bog'liq eng katta xato hamma olarkan deb kutib o'tirish. Eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limi, mahalla va poliklinika orqali o'z holatingizni aniq tekshirtirish. Agar sizda 75 yoshdan oshgan yaqin inson bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini ko'ring, pensiya tushumlarini tekshiring. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Har oyga 47 ming so'm dori-darmon, oziq-ovqat va parvarish uchun juda muhim yordam bo'lishi mumkin. Sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bormi? Qo'shimcha to'lov tushyaptimi yoki hali yo'qmi? Izohlarda yozing, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.